hurmatli talabalar. Bugun bizlarning 5-seminarimiz. Mavzuni hamma biladi. Ta'limda keyish texnologiyasi, o'quv loyihaviy ta'limning asosiy tamoyillari. Starsda bugun darsda yo'qlar. Bugun darsda 100% talabalar qatnashyapti. Hamma Demak, yaxshi. Demak, talabalarimiz 100% hamma shu yerda. Bu juda ham yaxshi. Biz bilamiz, o'tgan darslarda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim texnologiyalari haqida gaplashgan edik. Biz bilamizki, aynan ta'lim jarayonida markazda o'quvchi shaxs turadi. O'quvchi shaxsi nafaqat ta'lim jarayonining obyekti, balki subyekti hamdir. Ya'ni o'qituvchi bilan hamkorlikda tengma-teng ishlaydigan, faoliyat ko'rsatuvchi shaxs hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz ham aynan muammoli ta'lim texnologiyalariga oid case ta'lim texnologiyasi. Biz bilamizki, case study texnologiyasi aynan o'sha talabalarda, o'quvchilarda aniq, real yoki sun'iy yaratilgan vaziyatlar, muammoli vaziyatlarga yechim topish hisoblanadi. Ya'ni o'quvchilarda aynan case study texnologiyasini ishlatishda, yechim topishda aynan eng maqbul yechimni topish ko'nikmalarini shakllantirib beruvchi ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda ijodiy izlanish, tanqidiy fikrlash, tahlil qila olish, mustaqil ishlay olish ko'nikmalarini shakllantirib beradi. Va bu texnologiya asosida o'quvchilar bilim, malaka, ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, nafaqat bilim, malaka, ko'nikma, balki jamoada ishlashni, komandada ishlashni o'rganishadi. Jamoada do'stona munosabatlarni shakllantirib beradi. O'quvchilarning o'z nuqtai nazarini aytib berishga, isbotlab berishga, fikr mulohazalarini bemalol o'quvchilar do'stlari bilan ulashishga sharoit qilib beruvchi texnologiya hisoblanadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini ham shakllantirib beradi. Bugungi darsimizda bizlar case study texnologiyasining ahamiyati, mohiyati, kelib chiqish tarixi, bundan tashqari caselar tipologiyasi, case ta'limining uslubiy pasporti haqida gaplashamiz. Biz bilamiz, ma'ruzada asosiy nazariy bilimlar hammasi berilgan va bugun bizlar shu mavzuni mustahkamlaymiz. Men hozir doskaga xohishmand talabalardan aynan darsimizni, seminar mashg'ulotimizga tashkilotchilik qiluvchi, xohlovchi talabalarni taklif qilmoqchiman. Kim? Yaxshi. Agar qarshi bo'lmasalaringiz, men Sabina bilan Ramonni taklif etsam. Marhamat qizlar. Hozir sizlarga qizlarimiz ta'limda keyish texnologiyasi haqida ma'lumotlar berib o'tishadi. Marhamat. Case study bu O'zbekistonda mustaqillikdan keyin kirib kelgan va keng qo'llanilgan ta'lim shakli hisoblanadi. Biz bunda turli xil muammolarga nisbatan yechim topish va ularga turlicha yondashishni o'rganamiz. Asosan case study ingliz tilida case chamani study to'plami degan ma'nolarni bildirib, bunda kelib chiqadigan ma'nosi birinchi darsda avval 1870-yillarda Garvard universitetida AQShda tashkil topgan o'sha davrlarda birinchi marta ishlatilgan tamoyillardan biri hisoblanadi. Case study'ni ikkita maktabi mavjud bo'lib, birinchisi bu Garvard Amerikada, keyingisi case study'ni ikkita klassik maktabi mavjud bo'lib, birinchisi bu Garvard Amerikada, ikkinchisi Manchester. Case study'ning ikkita klassik maktabi mavjud bo'lib, birinchisi bu Garvard Amerikada, ikkinchisi esa Manchester Yevropada hisoblanadi. Bunday eng birinchi ochilgan maktablar hisoblanadi. Case study'da alohida turli xil metodlar ishlab chiqiladi. Ba'zilarda case study'ning turli xil shakllari sotilish ahamiyatiga ega. Amerikada turli xil biznes maktablari ochilgan. Lekin buni eng muhim tarafi case study'ni har bir pedagog tomonidan o'zi ishlab chiqilishi hisoblanadi. Chunki har bitta muammoli vaziyatga nisbatan turli xil yondashuvga ega bo'ladi. Turli xil odam turli xil yechim bilan boradi.
o'sha sababdan ham case studyni aynan sotib olingan shakli emas, o'zi ishlab chiqilgan shakli har doim o'quvchilarda samarali deb topilgan. Bundan tashqari case studyda o'quvchilarda eng muhim bo'lgan narsa bitta muammoli vaziyatlarga turli xil o'quvchilar turli xil yondashadi va bitta muammoga nisbatan turli xil yechim topadi. Buning natijasida esa kelajakda pedagog har bitta muammoli vaziyatga nisbatan qiyinchilik tug'dirmasdan chiqib ketish ehtimoli bo'ladi. Bundan tashqari o'quvchilarga case studyni o'rgatish jarayonida turli xil metodlar orqali o'rgatish, ya'ni qanaqadir muammoli vaziyatni o'rtaga qo'yib, har bitta o'quvchidan unga bo'lgan yondashuvni so'rab chiqish orqali ham ko'rib chiqish mumkin. Case study asosan bizga bu hozirgi kunda masala o'tadiganimizda notanish bo'ladigan bo'lsa, hozir buni tushunchasini berib o'tamiz. Asosan case study nima qiladi? Bu talabalarga real yoki noreal bo'lgan muammoli metodlarda bularga o'rgatib, o'sha muammoli metodlardan bulardan qanday chiqib ketishi, qay tarzda chiqib ketishi, bundan qanaqa yo'l bilan chiqib ketadi yoki kirish qismlari, uni salbiy, ijobiy taraflari, har taraflama ularga yondoshib to'g'ri yechim topishiga yordam beruvchi metod hisoblanadi. Bundan tashqari, case study yordamida talabalar quyidagi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi mumkin. Birinchisi bu tahliliy ko'nikma. Har bitta muammoni tahlilini ko'rib chiqadi va muammoga nisbatan turli xil yechimlarni har bitta talaba tahlil qilib chiqadi. Ikkinchisi bu amaliy ko'nikmalar. O'sha muammoli vaziyatni real hayotda ko'rib, unga bo'lgan yechimni bilish. Ya'ni ikkita odam yechim beradi va bu ikkita odam bergan yechimni bitta talaba tomonidan qaysi shaklda olib borilgani va to'g'ri yo'nalishini tanlay olish hisoblanadi. Uchinchisi ijodiy ko'nikmalar bo'lib, bunda qanaqa muammoga qanday yondashish, qay tarzda boshqa qilishlarini o'quvchilar o'zlaridan kreativ yondoshlarini kelib chiqaradi. To'rtinchisi esa muloqot ko'nikmalari. Asosan muloqot ko'nikmalarida bu o'sha muammoli vaziyatga o'quvchilar guruh bo'lib yoki individual shaxsda bularga bu o'sha bahs munozara orqali, tortishuvlar, debatlar orqali yondashlari ko'rib chiqiladi. Keyingisi bu ijtimoiy ko'nikmalar hisoblanadi. Talabalar tomonidan hal qilinadigan turli xil muammolarda talabalarda qanday noroziliklar kelib chiqadi va u noroziliklarni qanday qilib to'g'ri yo'nalishga boshqarish va o'sha muammoga nisbatan to'g'ri yechim topa olish ko'nikmasi hisoblanadi. Bundan tashqari case studyda biz faqatgina muammoni yechimini emas, boshqa taraflardan ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu ikkinchi tarafdan case study bizga nima beradi deganda, o'quvchini kreativ, ya'ni har bitta narsaga nisbatan jiddiy yondashishga o'rgatadi. Keyingisi esa o'quvchilar tomonidan darsga bo'lgan qiziqishni, ya'ni har bitta dars odatiy tarzda ma'ruza shaklida yoki bo'lmasa aytib berish emas, ya'ni real har bitta muammoni ko'rib chiqishimiz mumkin yoki bo'lmasa sinfda bo'ladigan kichkina bir jarayonni ham o'sha jarayonga nisbatan ham to'g'ri yondashishni o'rgatishi mumkin. Biz ma'ruza darslarida case study haqida to'liq ma'lumot olganimiz uchun biz bunga hozir qo'shimcha qildik. Biz o'ylaymizki, hammamizda case study mavzusi yodimizda. Shuning uchun sizlardan ham qo'shimcha ma'lumotlar so'rash uchun hozir o'sha guruhimizdan xohlovchilar bizga qo'shimcha ma'lumotlar berishi mumkin. Birinchi qizlar. Case texnologiyasi bu zamonaviy ta'limda qo'llanilgan innovatsion pedagogik yondashuv hisoblanadi. Case texnologiyasining afzalliklari bu o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, ularni motivatsiyasini oshirish, muammoli vaziyatlarni yechishda qo'llanadigan metodlar o'rganish, bularning hammasi bu case texnologiyasining afzalliklari. Uning tamoyili case, ya'ni KEYS. K bu kooperatsiya, ya'ni hamkorlik, o'quvchilarning jamoaviy ishlashi, ularning bir-biridan o'rganadigan narsalar uchun sharoitlar yaratish. Bu empatiya hissiy tushunish. Bunda o'quvchilar bir-birining fikrini hurmat qilishi, eshitishi va muammoli vaziyatlarni o'rganishga harakat qilishi. Bu yangi innovatsiya.
o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va kreativ metodlar qo'llash. Bu strategiya, ya'ni o'qitish jarayonida turli xil strategiyalar, metodlar qo'llashi. Okay. Fikringiz uchun rahmat. Keyingi knowledge gruppasida marhamat. Case study texnologiyasi milliy ta'limda tadqiqot va biznesda ishlatiladigan uslub hisoblanadi. Ushbu uslub talaba yoki tadqiqotchiga biror bir vaziyatni chuqurroq o'rganish hamda muammoni hal qilish, uni yanada kreativ yo'llash jihatidan o'quvchi yoki boshqa bir ilm izlayotganlarga tushuntirish imkoniyatini bera oladi. Ushbu case study uslubi turli xil kamchiliklarga ham ega bo'lishi mumkin. Masalan, subyektivlik, ba'zan muammoga yetarlicha material bo'lmasligi mumkin. Uning afzalligi jamoa bilan ishlash, kreativ fikrlashni yanada rivojlantirish hamda muammoni hal qilish qobiliyatini o'quvchida rivojlantirib bera oladi. Meni xulosalarim shulardan iborat bugungi mavzuda. Rahmat. Keyingi smart gruppasidan marhamat. Va MTH davlatlari bu uslubni qo'llash kirib keladi va case study'ning asosiy qo'yiladigan talablari maqsadga aniq yo'naltirilganligi bo'ladi va ma'lum darajada murakkab bo'lishi va iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni qamrab olishi, milliy xususiyatlarni o'zida namoyon etishi, asosiy talablari va biznes madaniyati ham buni ichiga kiradi va bugungi kunda ya'ni case study dolzarb bo'lishi va o'sha case study asosiy muammolarga yechim topish bu asosiy tamoyillar hisoblanadi va shuningdek case study hozirda keng qo'llanib kelayotgan usul hisoblanadi, chunki bunda muammoga tezda yechim topish eng samarali va eng optimal bo'lgan yechimni case study bizga beradi. Xo'p, ma'lumotlar uchun rahmat. Bugungi mavzuimiz ta'limda case texnologiyasi bo'lganligi sababli asosan bizlar guruhlarda ishlaymiz va men bugun sizlarga aynan caselarni yechimini topishga yordam beruvchi kalitlarni va mustahkamlash uchun mavzularimiz savollarni olib kelganman va sizlarni baholash uchun zinama-zinda metodidan foydalanaman. Bizlar bugun 3 ta guruhda ishlaymiz va men bu guruhlaringizni nomlayman. Birinchi guruhimiz Legend guruhi. Marhamat qizlar. Ikkinchi guruhimizga Smart degan nomni berdim va uchinchi guruhimizga Knowledge degan nomni berdim. Rozimisizlar? Bo'lmasa darsimizni davom ettiramiz va Biz mavzuni mustahkamlab oldik. Hamma uchala guruhdan ham ajoyib va to'liq ma'lumotlarni oldik. Ushbu sababdan hamma guruhni 1 balldan baholaymiz. marhamat. Bizda hozir uchala guruh ham shu yerda, ya'ni birinchi zinaga qo'ydi. Keyingi zinalarga qadam tashlash uchun barcha guruhdan faol qatnashishini talab qilib qolamiz. Keyingi zinamizga o'tadigan bo'lsak, biz yana mavzuni mustahkamlash uchun turli xil ustozimiz tomonidan turli xil savol-javoblar tashkil etilgan. O'sha savollarga faol va tezroq javob berishga harakat qilamiz. Har bitta guruhdan o'quvchilar chiqadi. Birinchi guruhdan boshlaydigan bo'lsak, marhamat. Marhamat qizlar, chaqon Case usuli qaysi ta'lim jarayonlarida qo'llaniladi? Case usuli asosan oliy ta'lim muassasalarida ishlatiladi va yuqori sinflarda ham keng tarqalgan hisoblanadi. Javobingiz qoniqarli. Keyingi guruhdan marhamat. Case metodining asosiy afzalliklari nimalardan iborat? Mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmasi va jamoaviy ishlash. Judayam ajoyib. Keyingi guruhimiz Knowledge guruhidan marhamat.
matematika va boshqa fanlarda ishlatish mumkin. Javobingiz uchun rahmat. Qani birinchi guruhga tezlashamiz. Marhamat qizlar. Marhamat chiqing. Case texnologiyasi nima? Case texnologiyasi bu o'quv jarayonida real va sun'iy yaratilgan holatlar asosidagi muammolarni hal qilish usuli hisoblanadi. Javobingiz uchun rahmat. Keyingi smart gruppasidan qani marhamat. Case metodida ta'lim oluvchilarning roli qanday? Ular mustaqil tahlil qiladi, xulosa chiqaradi va mantiqiy qaror qabul qiladi. Rahmat. Keyingi guruhimiz navbat gruppasidan marhamat. Marhamat qizlar. Tezlashamiz. Qanday asosiy bosqichlardan iborat? Muammolarni bilish, hal qilish va aniqlab yechim topish. Javobingiz uchun rahmat. Qani Birinchi guruhimiz Case texnologiyasi bo'yicha eng mashhur ta'lim muassasalari aslida. Bularga Oxford, Garvard va MIT institutlari, universitetlari kiradi. Shu bilan bir qatorda maktablar ham mavjud. Bular ya'ni boyagi Manchester va Garvard maktablari ham bor. rahmat javobingiz uchun. Keyingi guruhda tezlashamiz va faol qatnashamiz. Case texnologiyasi an'anaviy o'qitishdan qanday farq qiladi? An'anaviy o'qitishdan faqat case texnologiyasi ya'ni nazariy bilimlarni emas, amaliy bilimlarni ham beradi. Javobingiz uchun rahmat. Keyingi guruhda Case metodida jamoaviy muhokama qanday olib boriladi? Case metodida jamoaviy muhokama har bitta ishtirokchining fikrini bilish va ularni eng oxirida xulosalash, yakunlash va qaror qabul qilish bilan tugatiladi. Ma'ruza va seminar darsimiz ajoyib tashkil qilinganligi uchun buni hamma o'quvchi birdek mustahkam xotirasiga yuklagan. Ushbu sababdan barcha guruhimiz yana bir qadam oldinga chiqdi. Endi biz keyingi shartlarimizga o'tamiz. Keyingi shartlarimizga biz guruhimizdan yordam so'ragan holda Halimani taklif qilamiz. Turli xil metodlari bilan darsni yanada qizg'in tarzda olib boradi. marhamat. Qizlar, ta'limda case texnologiyasi haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarni berdilaringiz, juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgansizlar. Va hozir keyingi darsimizning keyingi bosqichida aynan metodlardan biz har doim foydalanamiz. Bugungi darsimizning metod o'tkazish qismini kim tashkil qilib beradi? Xohlovchilar bormi? Agar qarshi bo'lmasalaringiz, men bugun Halimani taklif qilsam do'stlarga. Marhamat. Rahmat, chekinishlardi. Shuning uchun hozir shunchalik ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biroz o'zimizni chalg'itib ham kreativ yondashish uchun shu metoddan foydalanamiz. Bu metodda albatta bolaning qobiliyati, mahoratiga ham bog'liq. Qaysidir guruhdan ishtirokchilar chiqsin, xohlovchilar? Marhamatlar. Smart guruhidan Men sizlarga tushuntiraman. Uchinchi guruhdan keyin chiqadi. Siz endi hozir sizga shartini tushuntirib o'taman. Bu sariqdagi, bu sizni qadam, ya'ni o'tishingiz uchun bu siz bo'lasiz. Bu yerda men kartochkalar berib o'taman. O'sha kartochkalar qaysi tarafda sariq yo'naltirilgan bo'lsa, o'sha yerga buni olib o'tishingiz kerak. Buni ustidan sakratib o'tish mumkin emas. Faqatgina yurg'izish orqali o'tkazasiz. Chiqib ketaversak bo'ladi. Ha, faqat ustidan sakratib o'tish mumkin. Men sizlarga sariq kartochkalarni ko'rsataman, o'sha qayerga qaratilgan bo'lsa, o'sha tarafga yurg'izasiz. Boshlaymiz.
Farqında? Yo'q, Birinchi farqında bo'ldi. Bir bo'ldi. Endi xuddi shuni o'rtaga. o'rtaga emas, mana bu. Qani, mana bu yerga. O'rtadagi. Mana bu yerga. Bu yerda albatta chaqqonlik ham katta rol o'ynaydi. Men buni kuchli darajalarga Buni da qo'yasiz. Aha. Endi kartochkani beraman, o'shanga qarab yo'naltirasiz. Ketdik. Shoshini ham yutdi. Shoshmay, gapirmay turing. Endi keyingisi. Yutdim. Bo'ldi. Kuzatuvchilardan o'zim so'raymiz. Buni Sabina kuzatdingiz. Qaysi guruh ko'proq faol qatnashdi? Ya'ni kim birinchi chaqqonlikda qolishganlarimiz? Nima deding? Mana shu ikki guruhdan ikki martadan chiqdilaringiz, chiqish qildilaringiz. O'shani kuzatib turgan Sabinadan uzoq so'raymiz. Qaysi komanda ko'proq chaqqonlikda? Ya'ni birinchi komandamizdan chiqqan talabalarimiz ham yaxshi faol ishtirok etdi. Ularda diqqat yaxshiroq ekan, ular bitta zinaga yana ko'tarildi. o'sha yerda ikkinchi guruh talabalarimiz ham aktiv qatnashib bitta zinaga ko'tarildi. Lekin uchinchi guruh talabamiz o'sha zinada yana qoldilar. Chunki ular salgina shoshib qolganligi sababli agar xohlasangiz Sabina baholadi har bir komandani. Endi hozir keyingi bosqichga o'tamiz. Yana biroz aqlimizni sharhlab borish uchun mavzuga doir so'zlar, ya'ni bir so'z chiqib kelganmiz. O'shani tagiga berilgan so'zlarni jadval ichidan topasiz. Marhamat. Hali ochmaymiz. Qizlar. Xo'p, ochamiz. Qani boshladik. Boshladik, vaqt beramiz. Sizlar uchun 5 daqiqa Yetadi. Menimcha 5 daqiqa yetadi. Bu yo'nchasiga ham fikr bor. Jamoat ikkinchi guruh birinchi qo'zg'aldi, keyin 3. Demak, Smart guruhi birinchi, Najat guruhi ikkinchi va Nomus guruhi uchinchi bo'lib vazifani topshiriqni bajardilar. Marhamat, endi tekshirib chiqamiz. Bu ikkinchi guruhniki va bu uchinchi guruhniki. Tekshirib chiqamiz. Qaysi guruh ko'p so'z topgan? metod, keyin innovatsiya, sanoat, shoshib keyin analiz turi, yechim, bu amaliyot,
3 Ikkinchi guruhimizda 13 ta, birinchi guruhimizda Bu uchinchi guruh ham. 8 ta. Uchinchi guruhda 10 ta. Demak, bajarilgan topshiriqlar natijasini Halima e'lon qiling. Birinchi guruh 12 ta, 15 ta so'z ichidan 12 ta topgan. Keyin ikkinchi guruh ham xuddi shunday 15 ta so'z ichidan 12 ta topgan. Bir xil va uchinchi guruh 15 ta so'zdan 10 ta so'z topgan. Hammasini topgandik, zamonimizni topdik. Jim bo'linglar. Hammasini o'qituvchi bilan birgalikda tekshirib chiqdik. Birinchi guruh 12 ta topgan va xuddi shunday ikkinchi guruh ham 12 ta topgan. Uchinchi guruh esa 10 ta so'z topgan. Endi buni ya'ni o'zi qatnashgan o'qituvchimiz, bo'lajak o'qituvchimizga baholashga qo'yamiz. Birinchi guruhimiz har doimgidek internetni hech kimga bermagan holda keyingi sinaga ko'tarildi. Ikkinchi guruhimiz ham shu asnosida ketyapti. Uchinchi guruhimiz lekin nimadir bo'ldimi, ularga baho qo'yilmadi, lekin keyingi shartlarimizda ulardan faol So'rab qolamiz. Demak, uchinchi guruh keyingi menlarda faolroq bo'linglar. Marhamat, Birinchi va ikkinchi guruh uchun qarsaklar. Endi keyingi bosqichimiz uchun ya'ni biroz mavzuga kiramiz. Mavzuga doir muammoli vaziyatlar beriladi o'qituvchi tomonidan. Shunga hammamiz qatnashamiz. bugun men sizlarga aynan TX texnologiyasiga oid bo'lgan vaziyatlar olib kelganman. Biz bilamiz, TX texnologiyasi bu aniq real vaziyatlar tahlili hisoblanadi. TX texnologiyasi 3 qismdan iborat. Кейsning qisqacha keys haqida axborot beriladi, keys bayon qilinadi va keysning topshirig'i beriladi. Bunda biz bilamiz, keyslar turlicha bo'ladi. Keys turlari juda ham ko'p. Birinchisi bu bosma keyslar bo'ladi. Bosma keyslar biz bilamiz, turli xil sxema, diagramma, tablitsalardan foydalanilgan tur hisoblanadi. Ikkinchisi multimedia turi hisoblanadi va bu tur hozirgi kunda ko'plab foydalaniladigan tur hisoblanadi va uchinchisi video keyslar hisoblanadi. Ya'ni videoroliklar yordamida, filmlar yordamida yaratilgan keyslar hisoblanadi. Men bugun sizlarga 3 ta keys olib kelganman, 3 ta guruhga. Aynan bu pedagogika fanimizga oid bo'lgan muammoli vaziyatlar va marhamat qilib bu vaziyatlarni topshiraman. Sizlar vaziyatni o'qib chiqasizlar, o'rganasizlar. Vaziyatni muammosini belgilaysizlar, muammosini chiqarib olasizlar va aynan o'sha vaziyatlarga berilgan topshiriqlarga yechim topasizlar. Marhamat, bu uchun sizlarga 5 daqiqa vaqt beraman. yengib o'tishiga urinishni kuzatib, bola ovqatga egani vazifasini bajarmaganini o'quvchining bunday bekorgarligidan aytib, ota-onasini chaqirib tashlashni sinashda o'quvchilar jinoyat sodir etishga olib kelishga bo'lgan asossiz xulq-atvor, ijtimoiy normalga qarshi chiqishga undash, maktab formasini kiymaslik, sochlarni o'stirib yurish, boshqa o'quvchilarga nisbatan ish men o'shani davomini aytaman. sabab aytmang. Sababini siz ayting.
muammoli vaziyatlarimizni, keyslarimizni hamma o'rganib chiqdi. Endi marhamat qilib o'zlaringizni keyslarga bo'lgan munosabatlaringizni va keysdagi topshiriqlarning yechimlarini bayon qilinglar. Marhamat. Birinchi guruhdan boshlaymiz. Vaziyatni anavi sinfdagi o'quvchilardan birining tashqi ko'rinishi va kiyim uslubidagi xulq atvordagi salbiy o'zgarishlarni ko'rdingiz. Ya'ni Alisher 15 yoshli Alisher o'smir uzun soch turmagi, oq shnurli, og'ir baland qora poyabzal, jinsi shimlar kiya boshlagan. Keyinchalik Alisher o'rta jismoniy jihatdan kuchli, o'rta bilimga ega, o'qishga unchalik qiziqish ko'rsatmaydi. U oilada ikkinchi farzand, katta akasi ham bor. O'quvchining do'stlari yaqinda ommaviy mushtlashuvda qatnashganini aytib berishadi. Muammoni vaziyatdan ajrating deyilgan. Jinoyat sodir etishda olib kelishi mumkin bo'lgan asossiz xulq-atvor hamda ijtimoiy normalarga qarshi chiqishga undash, ya'ni maktab formasini kiymasligi, sochlarni o'zgartirib, o'stirib yurishi hamda boshqa o'quvchilarga nisbatan salbiy munosabatning borligi haqida shunga yechim topish avval sabablari ham bu yerda aytilgandek Alisher 15 yoshda deyilgan. 15 yoshli bolalar bu o'smir yosh hisoblanadi. O'smir yoshda bolalarda hamma o'zgarishlar, ularning nerv sistemalaridagi o'zgarishlar bo'ladi. Bolalar juda ham nima deydi? Agressiv, stressda bo'ladi va urishgisi kelaveradi. Kattalar bilan qanaqadir kelishmovchiliklar bo'ladi. Shu sabab deb o'ylayman. Asosiy sabab shu deb o'ylaysiz. Davom ettiramiz. Sizga yechim Alisher bilan yakka tartibdagi suhbatlar va boshqa o'quvchilar bilan yakka tartibdagi suhbatlar o'tkazish kerak. Ularni qonunchilikda belgilangan tartibda jazolash, ya'ni ularda jazolar borligini eslatib o'tish va uni shunday nimalar bilan, jinoyatlar bilan javobgarlikka tortilgan insonlar bilan suhbat o'tkazishi kerak. Ya'ni u ko'rib bilib, o'zi tajribasi bor insonlar bilan ko'rib, keyin fikrini o'zgartirishi mumkin. Mashg'ulotlarga jalb etish mumkin va madaniy ishlarga jalb etish mumkin. Qo'shimcha qilib, insonni o'z tengdoshlariga erishgan bolalarga qo'shib kerak bo'ladi. U ham shunga qarab o'zgarishi mumkin. Yaxshi, bo'ldimi? Demak, bular aynan keys yechimini shu tariqa topishgan. Ya'ni sinf soatlari o'tkazish, ya'ni xuddi shunaqa vaziyatlarga tushib qolgan insonlarni bilan birgalikda suhbatlar o'tkazish orqali yechim topish mumkinligini aytib o'tishdi. Rahmat qizlar. Endi ikkinchi smart guruhimiz o'zlaringizni keyslaringiz bilan tanishtiringlar va topshiriqni bajarganliklaringiz haqida ma'lumot beringlar. 5-sinfda nemis tili darsi o'qituvchi qo'lini cho'zgan o'quvchidan matnni o'qishni boshlashni so'raydi. Bola duduqlanadi va qanchalik xavotirlansa, shunchalik duduqlanish kuchayadi. O'qituvchi bolaning birinchi so'zni yengib o'tishni urinishini kuzatib, baland ohangda yana uy vazifasini bajarmaganini, o'qituvchining bunday beparvoligidan charchaganini va ota-onasini chaqirishni aytadi. Sinfda o'quvchilar kulishadi, kimdir ko'z yumadi, bola qo'rqib, keyin so'zni chaynaydi va o'qishga harakat qiladi. Baholash o'qituvchining ohangini oshirishga doimo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bunga sabab va yechim topamiz. Sabablarni aytsam, o'quvchi darslarda doimo faol qatnashib keladi, ya'ni faol bo'ladi. Lekin duduqlanish uni xijolatga olib keladi, xijolat tortadi. Har safar javobini shunday bersa, u o'zini sinf oldida, o'quvchi oldida o'zini aybdordek his qiladi va shu bilan birgalikda bu yerda aniq adolatsizlikka, o'quvchi tomonidan adolatsizlikka uchraydi. Bola barcha sinf oldida o'qituvchi undan qayta so'ragan va uni duduqlanishi yanada o'qituvchi orqali qayta so'rashi, tezlashtirishi bu o'quvchiga yanada duduqlanishi kuchayadi va bu yerda bola barcha sinf muhitida, ya'ni sinfdoshlari orasida uyalib xijolat bo'ladi va shu bilan birgalikda o'qituvchi bu yerda o'quvchiga psixologik travma ham hosil qilyapti. Bola oqibatida
bola o'zini fikrini erkin bayon qilolmaydigan, uyatchan, o'zini ishonchi pasaygan holda sust bo'lib ketadi. Va bunga hozir yechim ko'ramiz. Biz yechim beradigan bo'lsak, bunday qiyinchiliklar doimiy holatda uchrasa, birinchi navbatda o'qituvchi o'quvchiga bo'lgan munosabatni yaxshilash kerak. O'qituvchi baland ovozda gapirmasligi kerak, chunki u bola zaif. Zaif o'quvchilarni har doim o'qituvchi qo'llab-quvvatlagan holatda har xil mashg'ulotlar o'tkazish kerak. Jamoa bo'lib ishlasa o'sha o'quvchi ham o'shanda u kirishimli, ya'ni uxlab yotgan qobiliyatlarini, uyg'onmagan imkoniyatlarini yanada uyg'unlashtirib, o'z qobiliyatlariga erishishga nima bo'ladi? Imkoniyat yaratadi. Demak, bu yerda o'qituvchi asosiy rolni o'ynaydi va aynan shu o'quvchi bilan ko'proq ishlashi, unga e'tibor berishi, uni yutuqlarini namuna qilib ko'rsatish orqali aynan shu bolani sinfda boshqa o'quvchilarning bu bolaga bo'lgan do'stona munosabatini shakllantirishga erishadi. Sizlar rahmat. 9-guruhimiz marhamat o'zlaringizni vaziyatlaringizni bayon qilinglar. Bizning umumiy vaziyatimizning savoli: ingliz tili o'qituvchisi 9-sinfga kirib, o'quvchilar yangi mavzuga oid bo'lgan grammatik qoidalarga grammatik sxemali plakatlarni teskari osib qo'yganini ko'radi. O'quvchilar o'qituvchining darsini bir necha daqiqasini plakatlarni osib qo'yish uchun sarflashini va yana bir muddat o'z ishlari bilan shug'ullanishi haqida hazil qilishga qaror qilishadi. O'qituvchi bolalarni urisha boshlaydi, ularni o'ziga nisbatan hurmatsizlikka deb ayblaydi, plakatlarni to'g'ri osib qo'yishga majbur qiladi. Bu muammoli vaziyatga sabab va yechimlarni topishimiz kerak. Sabablari o'qituvchining o'quvchilar bilan janjallashishlarga vaqt chaqirish bermaydi. Aksincha ularning o'qituvchiga bo'lgan hurmatini pasaytirishi hamda o'rtadagi munosabatni buzishga olib keladi. Shu sababli o'qituvchi har doim ham asabiylashishi mumkin. Ushbu qism uning muammosi hisoblanadi. Biz muammoni yechimini shunday deb topdik. Ya'ni o'qituvchi hech narsa bo'lmagandek darsni boshlaydi. O'quvchilar tomonidan grammatik qoidalarini plakatlari teskari ilib qo'yilgan, lekin mavzu grammatikaga oid. Shu sababdan o'qituvchi mavzuda yo'q, butunlay qiyin bo'lgan savollarni, lekin o'sha plakatdan topish mumkin bo'lgan savollarni o'quvchiga berishni boshlaydi va o'quvchilar o'z qilgan ayblarini tan olib va o'sha muammoga nisbatan yechim topishga harakat qila boshlaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'qituvchi darsni kim olib borishi, ya'ni o'qituvchi darsda kim bosh rolda bo'lishini tushuntirishi va o'sha narsalarga, ya'ni chetdagi narsalarga ahamiyat bermagan holda darsni mukammal holda tashkil qilishi va o'quvchilarni o'z qilgan ayblarini tan oldirishi bu muammoga yechim hisoblanadi. Yaxshi qizlar, sizlar ham o'z keyslaringiz bo'yicha yaxshi yechim topibsizlar. Demak, o'qituvchi bu yerda bor mahoratini ishga solishi kerak va aynan ishga solib, aynan xuddi shu vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini aytib berdilaringiz. Rahmat qizlar. Bugungi endi biz ushbu shartimizni ham baholab olamiz. Bunda menimcha hamma guruh to'liq javob berdi. Ushbu sababdan hamma yana bittasini oldinga chiqdi. Ushbu sababdan yana guruhlarimizni bittasini oldinga chiqqani bilan tabriklaymiz va dars oxirlab boryapti. Winner bo'lishga harakat qilamiz. Baholang. Birinchi guruh yana birinchi guruh. Nearly you got it. Deyarli marraga yetib qoldi. Ikkinchi guruhimiz ham yaqin. Va uchinchi guruh qolgan shartlarda harakat qiladi. Hozircha birinchi va ikkinchi guruhdan bir ikkitasini orqada qolyapmiz. Faol bo'lishga harakat qilamiz. Darsimizning keyingi qismi, ya'ni mavzuga oid yana turli xil metodlar. Yana biz metodlar uchun Halimadan yordam so'raymiz. Qizlar, hozir yana birikta metodika o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Didaktik o'yinlarni hozir ko'rib chiqamiz. Biz amaliyotga boryapmiz. Shu bilan birgalikda amaliyotda ham bu o'yinlarni kichik yoshdagi o'quvchilarga qo'llab darsimizni qiziqarliroq qilsak bo'ladi. Hozir biz keyingi metodika o'yinimiz qasr yasash o'yini
Mayli qilaveringlar. Tushunib qo'ymaydimi? Qo'yavering. Shoshilmaymiz, xotirjam bo'lamiz. Xotirjam bo'lamiz. Hozir keyingi metodika bu ya'ni so'z top o'yini hisoblanadi. Bu yerda mavzuga doir, mavzuga doir so'zlar berkitilgan. Bu so'zlarni kim, qaysi guruh ko'p topadi? Ya'ni hozir chiqasizlar, albatta ruchka varaq bilan chiqasizlar. Xohlovchilar kelsin. Shohsanam, Fazma. Aynan pedagogika faniga oid bo'lgan so'zlarni topasizlar. Buni aylantirib, menimcha bilsangizlar kerak. Aylantirib, kim ko'p so'z topadiga o'ynash. Vaqt ketdi. Boshlaymiz. O'ziz vaqtda chegaralaydi. Bu metodikaga ham albatta vaqt chegaralangan. Shuning uchun hozir stop desam, ruchkalarni qo'yasizlar. 1, 2, yarim, chorak, ketdi, stop. To'xtatamiz qizlar. Endi hozir sanab chiqamiz va albatta tekshirib. Falsafa, yondashuv, nima? Refleksiya, pedagog, diagnostika, metodika, matritsiya, Sakkizta pedagog, baholash, psixologiya, kompetensiya, anketalar, rivojlanish, texnologiya, pedagog. So'nggi metodika o'yinimizni ko'rib chiqamiz. Bu ham albatta qiziqarli. Bu yerda 1 dan 5 gacha raqamli stakanchiklarimiz bor. Sharik orqali qo'llarimizni tekkizmasdan uni stolga olib qo'yish kerak. Qatnashuvchilar, xohlovchilar yana bir marta raqamlarni birin-ketin joylashtirasiz. Uni kuzatuvchilar solamizmi? Bo'lisharikmi? Farqi yo'q. Uni kuzatuvchilar yaxshi diqqat bilan ko'rsin. Kuzatuvchilarimiz qarab turinglar. 1, 2, 3 ketdik. Qo'yib, pomidor olasiz. Ko'rib turganimizdek ikkinchi guruh ishtirokchisi birinchi va chaqqon ishtirok etdi. Metodikalarimizni, o'yinlarimizni hozirgi umumiy shartlar bo'yicha barcha guruhlarni baholab o'tamiz. Ko'rib turganingizdek barcha ishtirokchilar, ya'ni barcha guruhlar qatnashdi. Bu shartlarimizda birinchi guruh yana 1 ballni qo'lga kiritdi va yana bitta zina oldinga chiqdi. Ikkinchi guruhimiz ham yana 1 ballni qo'lga kiritdi va yana 1 pog'ona oldinga chiqdi. Uchinchi guruhimiz ko'rib turganingizdek shartlar davomida 2 ballni qo'lga kiritdi va yana 2 marta zinaning 2 pog'onasini bosib o'tdi. Nihoyat uchinchi guruhimiz ham zinadan yuqoriga ko'tarilishdi. Ko'rib turganingizdek bugungi darsimiz davomida bu yerda birinchi va ikkinchi guruhlar umumiy maqsadga, ya'ni muammoli yechimlarga yechim topib, asosiy kalitni topib, o'sha
biz bu ikkita guruhni tabriklaymiz, olqishlaymiz. Qolgan darslar davomida ham mana shunday faollikni qolgan guruhlardan ham so'rab qolamiz. Ishtiroklaringiz uchun kattakon rahmat. Demak, bugun bizlar darsimizda case texnologiyalaridan qanday qilib dars jarayonlarida foydalanishni o'rgandik va aynan case texnologiyalari har qanday mazmunga ega bo'lgan vaziyatlarni o'rganish va tahlil qilishga o'rgatar ekan. Hammamiz o'rganib oldik. Bugungi darsimiz juda ham mazmunli o'tdi. Hammalaringiz juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib kelgansizlar. Ayniqsa darsimizga tashkilotchilik qilgan qizlarimiz Sabina, Ra'no va Halimaga katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga katta rahmat. Keyingi darslarimizda ham ana shunday yaxshi tayyorgarlik ko'rib kelishlaringizni tilab qolaman.